Qo'shda invalid qilgan больница bor-ku, mana toshbaqa, mana bo'yni qisilgandek qilib yuradi-yu, toshbaqa vrach. Og'zi tinmadi, hamma yoqqa intervyu berib chiqadi shekilli endi. Intervyu beryapti. Ozodopani oqlab bergan, bizni ham oqlab bersin. Ozodopa oxirigacha turib, pullarini to'lab, Ozdopa bilmaganligini bilib aytib chiqdi haqiqatda. Ozdopa rostdan ham bilmagan ekan. Tuzalib ketdi deb o'ylagan ekan, Ozdopadan yashirishgan ekan deb to'g'risini aytib chiqdi. Seni nima yashiramiz? Qo'ng'iz, to'ng'iz. Baribir ham sudda javob berasan-ku, baribir ham sudda ekspertiza bo'ladi, baribir ham javob berib, baribir ham vinovat bo'lasan-ku. Ozdopa o'tdi vinovat emas edi-ku. Ozdopa zakazchi-ku, klip zakaz qilgan. Prosta qarab turmang deb baqir-chaqir bo'lgan Ozdopani situatsiyasida. Siz qarab turdingiz, qo'p qo'ydingiz, insofingiz yo'q ekan, unaqa bunaqa deb, lekin operatsiyalarning pulini to'lab berdi-yu, senga o'xshab qochib, hushdan ketib, sostoyaniyasi yomon, yuragim ushab qoldi, men toshbaqaman deb bahona qilayotgani yo'q-ku. To'g'ridan to'g'ri pulini shaq to'lab oyoqqa turgizdirib bordi. Sen o'zingni tenglashtirma. Nechta odamni invalid qilib tashading? Bo'ldi, o'sha intervyu beraverma. Menga keladigan bo'lsak, ana Toshkentdagi yurgan xotinlarni, hali ro'moldagi xotinlarni men tanimayman. Chorni porni qilib tashaganman, umuman yig'ishtirib qo'yganman unaqa tugagan odamlar bilan atnasheniyani. O'shani orqali oqlamoqchi bo'lsang, o'zingni bo'qam qo'lingdan kelmaydi, ovora bo'lma. Ano kartoshkachiga keladigan bo'lsak, gapirmay qo'ygandim. Bu ham xotinkalachi ekan. Ming'ir, u yerdan ming'ir, bu yerdan ming'ir qilib intervyu berib yuraverar ekan xotinkalachga o'xshab. Shu kavlovuradi, ko'koshni ko'tini kavlorib, charchamadingizmi? Nima bola, zakaz tushmayaptimi? Abbos aka bo'ldi endi. O'tib ketdi, ular sudda gaplashib oladi. Sizni o'rtoqlarga ko'tlik qilishingiz o'sha tushundik, o'sha tashab ketvardingiz. Ko'kosh menga anaqa qilgan, Ko'kosh manaqa eski tursiklarni ham olib chiqib menga telefon qildirib, ana tugagan xotinga menga telefon qildirib, meni uni tanishim emas. Men bo'qimga ham bilmayman unaqa xotinlarni. Telefon qildirib, ayting, Ko'kosh narkoman bo'lgan, Ko'kosh ono bo'lgan, mono bo'lgan deb eski tursiklarigacha olib chiqding. Bo'lmadi, o'xshamadi. Yana endi kavlayapsanmi? Bitta